Assalomu alaykum, yana hammaga bir bora video yechimlarimizni davom ettiramiz. Demak, navbatdagi video yechimimiz 3-mavzuyimizning birinchi testi hisoblanadi. Xo'sh, men bu mavzuni, ya'ni modul tengsizlik mavzusini o'tib berganman. Mana shu yechib qo'ygan misollarimni o'sha payt yechib berganman. Demak, sizlarga qolganini uyga vazifa qilgan edim. Demak, siz qolganlaridan qaysi biri o'zingizda chiqmagan bo'lsa, shuni ko'rib olishingiz uchun mana shu, ya'ni qolgan misollarni barchasini yechimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi misolni yechib ko'rsatganman, ikkinchisini ham yechib ko'rsatganman. Demak, men 3-misoldan boshlayman. Demak, 3-misoldan boshlaymiz. Xo'p, qarang. 3-misolimizda tengsizlikni yeching deyapti. Demak, bu tengsizligimizni yechimi qanday bo'ladi? Qarasak, modulga e'tibor berib qarasak, modulimiz 0 dan katta bo'lyapti. O'zi bu aslida modulimiz har qachon 0 dan katta. Hamma vaqt x ni o'rniga xohlagan qiymatimizni qo'ysak ham 0 dan katta chiqaveradi. Demak, biz x ni o'rniga qaysi hisoblarni qo'ya olamiz va qachon ular 0 dan katta yoki teng bo'ladi? Hamma vaqt ham 0 ga teng bo'ladimi? Dastlab shu savolga javob berishimiz kerak. Bu har doim 0 dan katta. Endi 0 ga teng qiymatini olishimiz kerak. Qarang. Demak, biz x o'rniga 0 ga teng qiymatini olamiz. Buning uchun modul ichidagi ifodani 0 ga teng qilib olaman. Ya'ni 2023x minus 1 taqsim 2022 minus demak 2023 minus x taqsim 1001 mana shu 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu 0 ga teng bo'lishi uchun nima qilamiz? Tenglamani yechamiz oddiygina. Qaranglar, bu tenglamani ham yechib davom qildirib x ni topib o'tirmayman. Sababi men boya aytib o'tdim, x ni o'rniga xohlagan qiymatimni qo'ysam bo'ladi. Bu 0 ga teng qiymatini men topib ko'rsatmoqchi edim. Bu 0 ga ham teng bo'la oladi. Ya'ni tenglamamizning yechimi chiqadi. Men oxirigacha yechib ko'rsatmayman tenglamani yechimini, sababi boya aytib o'tdim, modul har doim 0 dan katta. Demak, biz x ni o'rniga xohlagan sonimizni qo'ya olamiz. Xohlagan sonimiz degani bu, ya'ni x tegishli r degani. Endi 4-savolimizga o'tamiz. 4-savolimizda bu modulimiz 0 dan katta bo'lyapti, lekin bizda mana bu yerda teng degan ishorasi yo'q. Shu sababli qanday yechimni olishimiz kerak? Ya'ni deylik, mana shu ifoda 0 chiqib qolsa, 0 0 dan katta bo'lib qoladi. Bunday tengsizligimiz noto'g'ri bo'lib qolish sababi biz x ni, ya'ni mana bu x ni topishimiz kerak. Ya'ni x o'rniga qaysi sonni qo'ysak, mana bu uchun 0 bo'lib, 0 0 dan katta bo'lib qoladi. Umuman aytganda, ya'ni biz modulning ichidagi ifodani 0 ga aylantiradigan qiymatni topamiz va sonlar o'qidan o'sha qiymatni chiqarib tashlashimiz kerak. Demak, yechimimizni davom ettiramiz. Qarang. 2022x minus 1 taqsim 2022 nima bo'lmasligi kerak? Teng bo'lmasligi kerak 0 ga. Mana shu 0 ga aylantiradigan qiymatni sonlar o'qidan chiqarib tashlasak kifoya. Agarda teng degan belgisi bo'lganda, bu tenglamani yechib o'tirishimiz ham shart emas edi. Bizda teng degan belgisi yo'q. Bundan yuqoridagi misolda teng degan belgisi bor, shu sababli uni yechmadim. Teng bo'lishi ham mumkin. Demak, bu tenglamamizni yechish uchun mahraj beramiz 2022 dan. Demak, bunga 2022 dan mahraj bersam, 2022 ning kvadrati ko'paytiruv x minus 1 teng bo'lmasligi kerak 0 ga. Demak, bu yerdan x ni topadigan bo'lsam, x teng bo'lmasligi kerak 1 taqsim 2022 ning kvadratiga. Demak, sonlar o'qidan mana shu sonni chiqarib tashlash qanday bo'ladi? Minus cheksizlikdan mana shu songacha, ya'ni 1 taqsim 2022 ning kvadratigacha birlashma 1 taqsim 2022 ning kvadratidan cheksizlikkacha. Mana shu, ya'ni x imiz 1 taqsim 2022 ning kvadratiga teng bo'lmasa bo'ldi. Qolgan barcha qiymatlarni qabul qila oladi. Bu bizda javob yuqorida joylashgan. Ya'ni mana bu, ya'ni d javob bo'ladi. Endi buni men mana bunday qilib qo'yibdi buni. Ko'pchilik ustozlar biladi ham. Mana bu 1 taqsim 2022 ning kvadrati, bu minus cheksizlikdan buni yozish mumkin. 2022 ning minus ikkinchisi shaklida yozishingiz mumkin. Demak, 2022 ning minus ikkinchisidan cheksizlikkacha degan javobni qabul qilamiz. Ya'ni
bizda javobimiz D javob bo'ladi ekan. Endi 5-misolni ham yechganman, 6-sini ham yechganman. Endi 7-ni ham yechganman, 8-misolni yechimini ko'rsatamiz. Xo'p, qarang. Bunday holat kelsak, ya'ni tengsizligimizning ishorasi mana bu ishora songa qarab tursa, bu nima bo'lar edi? Kesishma bo'lar edi. Demak, kesishma degani mana bu sistema belgisi. Kesishma. Dastlab modulni, ya'ni eng katta modulni, mana bu modulni tashlab yuborasiz. Demak, modul x minus 3 minus 8 kichik yoki teng 7 dan bo'ladi. Keyingisi modul x minus 3 minus 8 katta yoki teng minus 7 dan bo'ladi. Endi ikkalasida ham 8 larni tenglikning o'ng tarafiga o'tirsangiz, modul x minus 3 kichik yoki teng bo'ladi 15 dan. Keyingisi modul x minus 3 katta yoki teng bo'ladi 1 dan. Endi mana bu tengsizligimiz yana o'zi sistemaga olamiz, ya'ni bu kesishma bo'ladi. Mana bu esa birlashma bo'ladi. Demak, kattaroq sistema olaman. Demak, birinchisi kesishma ekan. X minus 3 deganim kichik yoki teng bo'lishi kerak 15 dan. X minus 3 deganim katta yoki teng bo'lishi kerak minus 15 dan. Keyingisi bu birlashma. Demak, x minus 3 katta bo'lishi kerak yoki teng bo'lishi kerak 1 dan. X minus 3 kichik yoki teng bo'lishi kerak minus 1 dan. Demak, barchasida 3 larni tenglikning narigi tarafiga o'tirib yuborsam, yana sistema x kichik yoki teng bo'lishi kerak 18 dan, x katta yoki teng bo'lishi kerak minus 12 dan. Keyingisi birlashma x katta yoki teng bo'lishi kerak 4 dan, x kichik yoki teng bo'lishi kerak 2 dan. Demak, bu jami ikkalasini, ya'ni mana bu va mana buning javoblarini kesishmasini topishimiz kerak. Sababi bizda jami kesishmani top deyapti. Demak, uni sonlar o'qida topamiz. Qarang. Dastlab men mana bu birlashmani yozib olaman. Mana bu yerda 4 bor. 4 dan demak x tarafga qarab ketadi. Mana bu yerda minus 2 bor, minus emas 2. Bundan bu tarafga qarab ketadi. Endi mana bu 18 dan nechigacha bo'lyapti? Minus 12 gacha. Demak, bu mana bu yerda minus 12, mana bu yerda 18. Shuning o'rtasi bo'lyapti. Bular qayerda kesishdi? Mana bu yerda va mana bu yerda kesishdi. Demak, javobimiz nima bo'lyapti? Minus 12 dan 2 gacha birlashma 4 dan 18 gacha degan javobni olyapmiz. Endi tengsizlikning natural ildizlari nechta deyapti. Demak, biz natural ildizlarni topishimiz kerak. Mana bu oraliqdagi natural ildizlari bilamiz. 1 va 2. Keyingi 4 dan 18 gacha natural ildizlar nechi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 va 18. Mana naturallar. Nechta ekan? Demak, sanaymiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ta. Demak, tengsizligimizning 17 ta natural yechimi mavjud. Ya'ni javob D bo'ladi ekan. Davom etamiz, hurmatli ustozlar. Endi 9-savolga o'tamiz. 9-savolimiz quyidagicha. Tengsizlikni yeching deyapti. Demak, buni biz qanday usulda yechamiz? Oraliqlar usulida yechamiz. Yoki qarang, oraliqlar usulida yechmasangiz, ikkita holatda yechishingiz kerak. Birinchi holat. Mana bu modul ichidagi ifoda, ya'ni x minus 3 0 dan katta qilib olasiz. Demak, 0 dan katta bo'lsa musbat. Ya'ni modulimiz musbat tarzda ochiladi. Ya'ni x minus 3 tarzda, kichik yoki teng 6 minus 3x dan. Mana shularning kesishmasini olishingiz kerak. Keyingi yechimimizda qarang, buni bunday usulni ham sizlarga qo'shimcha tarzda qilib yuborsam, buni ham tushunmay qolasiz. Shu sababli o'zimiz bilgan modul, ya'ni oraliq usulda yechganimiz sizga ma'qul. Sababi ko'pchilik shu oraliq usulni so'rayapti. Oraliq usulda yechishni o'rgating deb. Demak, oraliqqa bo'lib oldik. Mana bu birinchi oraliq, mana bu ikkinchi oraliq. Birinchi oraliqda musbat, ya'ni 3 dan katta sonni qo'ysak musbat tarzda ochiladi. Demak, x minus 3 kichik yoki teng 6 minus 3x dan. Bu yerdan kelib chiqadi 4x kichik yoki teng 9 dan. Demak, x kichik yoki teng 2,25 dan. Demak, buni yechimi qayerda? Mana bu 2,25 dan qayerga ketadi? Minus tarafga ketadi. Bizning birinchi oraliqimiz bilan bu kesishmadi. Ikkinchi oraliqqa o'tamiz. Ikkinchi oraliqda endi x ning o'rniga 3 dan kichik sonni qo'yadigan bo'lsam, mana bu yerni o'chirib tashlashim kerak yo'q.
2,5 ham kerakmaydi. Minus 3 dan kichik sonni qo'ysam, modul manfiy tarzda ochiladi. Demak, minus x plus 3 kichik yoki teng 6 minus 3x dan bo'ladi. Bu yerdan kelib chiqadi 2 ta x kichik yoki teng 3 dan va x kichik yoki teng 1,5 dan. Demak, bu yerda ikkinchi oralikda mana bu joyda 1,5 dan mana bu tarafga ketadi. Bizning ikkinchi oraliq bilan bu kesishdi mana bu yerda mana. Qayerdan qayergacha? Minus cheksizlikdan 1,5 gacha kesishdi. Mana tengsizligimizning yechimini topdik. Javob A. Xo'sh, davom etamiz, hurmatli ustozlar. Keyingisi 10-misolimiz. Tengsizlikning yechimi bo'lmagan butun sonlarni eshitdi. Demak, yechimi bo'lmagan butun sonlarni topishimiz kerak. Xo'p, qarang. Mana bu ishora modulga qarayapti. Demak, bu modulga qarasa javoblarni birlashtir deyapti. Nimani birlashtiramiz? Dastlab birinchi modulni yo'qotsak, modul 2x minus 1 minus 2 katta bo'lishi kerak ekan 3 dan. Keyingisi modul 2x minus 1 minus 2 kichik bo'lishi kerak ekan minus 3 dan. Ikkala tarafda ham ikkilarni tenglikning o'ng tarafiga o'tirsam nima bo'ladi? Modul 2x minus 1 katta bo'lishi kerak 5 dan. Keyingisida modul 2x minus 1 kichik bo'lishi kerak minus 1 dan. Bu minus 1 dan kichik emas. Shu sabab buni tashlab ketamiz. Davom etamiz. Nima qoldi? Modul 2x minus 1 katta 5 dan degan tengsizlik qoldi. Buni o'zi yana birlashmaga bo'ladi. Demak, 2x minus 1 katta 5 dan, 2x minus 1 kichik minus 5 dan. Ikkalasida ham tengsizlik necha degan bo'lsak, birinchi tengsizlikdan kelib chiqadi x katta 3 dan, ikkinchisida kelib chiqadi x kichik minus 2 dan. Bularni birlashmasi qayerda bo'ladi? Minus cheksizlikdan sonlar o'qida tasvirlab ko'rsatay. Mana sonlar o'qi, mana bu yerda 3 bor, 3 dan bu tarafga ketadi. Mana bu yerda minus 2 bor, bundan bu tarafga ketadi. Mana bu oraliqlarimiz yechim. Demak, ularning mana bu o'rtasidagi sonlar ularning yechimi emas. Minus 2 dan qayergacha? 3 gacha. Mana shu oraliqdagi yechimlarimiz emas. Demak, bu oraliqda qaysi sonlar bor? Butun sonlar nechta debdi? Bu oraliqda minus 1 bor, 0 bor, 1 bor, 2 bor. Demak, 4 ta son bor. Demak, 4 ta sonimiz tengsizlikning yechimi emas. Demak, javob A. Xo'sh, 11-misolni yechib ko'rsatgan ekanman. Bu misollarning yechimi yuqorida mavjud. Hurmatli ustozlar, yuqorida bor. Xo'p, 12-savolga e'tiborimizni qaratamiz. Qarang. Buni ishlashdan avval men mana buni bu tarafga o'tirib qo'yaman, sababi ikkalasi bir xil modul ekan. O'tirsam nima bo'ladi? 3 modul ostida x minus 1 plus bu 4 ta bo'ladi. 4 ta x plus 3 ni beradi. Kichik 8 dan. Endi bu ikkita modul, buni demak qaysi usulda yechamiz? Oraliqlar usulida yechamiz. Demak, birinchi modulni 0 ga aylantiruvchi qiymat 1 ga teng, ikkinchi modulni 0 ga aylantiruvchi qiymat minus 3 ga teng. Demak, oraliqlarga bo'ldik. Bu birinchi oraliq, ikkinchi oraliq, mana bu uchinchi oraliq. Birinchi oraliqda birdan katta sonni moduldagi x larni o'rniga qo'ysam, ikkala modul ham musbat bo'ladi. Demak, birinchi oraliqimda ikkisi ham musbat. Demak, modullarni ochib ko'rsam, 3x minus 3 plus 4x plus 12 kichik bo'ladi 8 dan. Bu yerdan 7x plus 9 kichik bo'ladi 8 dan va 7x kichik bo'ladi minus 1 dan, x kichik bo'ladi, demak minus 1 taqsim 7 dan. Qaranglar, minus 1 taqsim 7 mana bu joyda joylashgan ham minus 1 taqsim 7 va undan qayerga ketgan? Minus cheksizlikka ketgan. Bizni birinchi oraliq bilan u kesishmadi. Shu sababli birinchi oraliqimizda yechim yo'q ekan. Endi ikkinchi oraliqqa o'tamiz. Ikkinchi oraliqda minus 3 va 1 ning orasida demak qaysi son mavjud? 0 mavjud. 0 ni men x ni o'rniga qo'yadigan bo'lsam, birinchi moduli manfiy bo'ladi. Demak bu minus 3x plus 3 ga teng bo'ladi. Ikkinchi modul musbat bo'ladi. Ya'ni bu plus 4x plus 12 ga teng bo'ladi. Kichik 8 ga. Demak, bu yerdan x plus 15 deganimiz 8 dan kichik bo'ladi ekan, x kichik bo'ladi ekan minus 7 dan. Demak, ikkinchi oraliqimizda mana bu minus 7 dan bu tarafga ketgan. Bizning ikkinchi oraliqimiz, ya'ni mana bu oraliqda ham ular kesishmadi. Demak, bu ikkinchi oraliqimizda ham yechim mavjud emas. Endi uchinchi oraliqqa o'tamiz.
Uchinchi oralık. Uchinchi oralıkda ikkala modul ham manfiy bo'ladi. Sababi x o'rniga manfiy sonni qo'ysak, deylik -5 ni -10 ni qo'ysak, ikkalasi ham manfiy. Demak, bu -3x plus 3 keyingisi -4x -12 tarzda ochiladi. Ya'ni minus qo'yib ochdim. Kichik 8 dan. Bu yerdan -7x -9 kichik 8 dan bo'ladi va bu yerdan 7x ni tenglikning o'ng tarafiga, 8 ni bu tarafga o'tsa -17 kichik 7x dan va -17 taqsim 7 dan katta x degan narsa kelib chiqar ekan. Demak, 3-oralig'imizda qarang. Mana bu joyda -17 taqsim 7 mavjud. Uzr. -17 taqsim 7 bu yerda emas, mana bu joyda. Mana. Shundan qayerga ketish kerak ekan? Bu tarafga ketish kerak ekan. Biz 3-oralikni qarayapmiz. Bizda bu 2-oraliq bilan kesishdi. Demak, bu oralikda ham yechim mavjud emas ekan. Demak, bizda nechta butun son chiqdi yechimda? Umuman butun son chiqmadi. Ya'ni 0 ta. Demak, bizda javob bo'ladi ekan 0 ta degan. 13-misolni yechib ko'rsatganman. Endi 14-misolga e'tiboringizni qaratamiz. Xo'p, a bilan b qanday son ekan? R, ya'ni butun sonlar. Uchun quyidagi butun son emas, jami sonlar deylik. Shu sonlar uchun quyidagi ifodalardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Demak, qarang. R deganimiz bu nima? Butun sonlar ham kiradi, natural sonlar ham, barchasi. Faqat irratsional sonlar kirmaydi. R deganimiz haqiqiy sonlar. Demak, haqiqiy sonlar ustida mana shu A, B, C, D larimiz uchun qaysi bir tengsizlik to'g'ri deyapti. Xo'sh, qarang. Buni qanday tarzda yechamiz? Xo'sh, men buni yechish uchun o'zimdan son olaman. Deylik, qarang. A deganimiz teng bo'lsin -1,5 ga. B teng bo'lsin deylik 2 ga. Unda birinchi tengizimizga qarang. Modul A dan nima chiqadi? 1,5 chiqadi. Modul B danchi 2 chiqadi. Ularning yig'indisi nechaga teng? 3,5 ga teng. Bu katta yoki teng bo'lishi kerak. Ularning yig'indisi 0,5 ni beradi. Undan ham 0,5 chiqadi. Demak, bu tengizligimiz hozircha to'g'ri. Hozircha. Endi men boshqa son olib ko'rsataman. A teng bo'lsin minus emas, musbat son olaylik 2 ga. B teng bo'lsin -5 ga. Demak, 2 ning moduli 2 ga teng bo'ladi, -5 ning moduli 5 ga teng bo'ladi. Ularning yig'indisi -3 ga teng, ularning moduli 3 ga teng. Bu tengizligimiz yana to'g'ri bo'ldi. Endi qarang. A teng bo'lsin deylik 1,73 ga. B teng bo'lsin minus demay 2,81 ga. Bunday bo'lsa-chi? Bunday bo'lsa, A ni o'rniga demak qiymatni qo'ysak bu 1,73 bo'ladi. Keyingisidan 2,81 chiqadi. Bu katta bo'lishi kerak yoki teng bo'lishi kerak. Bularning yig'indisi nechini beradi? Ya'ni ikkisini qo'shsak, bu aniq mana bularning yig'indisidan kichik. Bu har doim o'rinli bo'ldi. Endi qaranglar. Ikkinchi B javobga qarang. B javobda A va B larning yig'indisi kichik yoki teng bo'ladi. Ularning jami yig'indisi moduldan bu xato chiqyapti. Boya mana bunda to'g'ri chiqyapti. Bunda xato chiqyapti. Keyingisida bu ham demak xato. Mana bu ham xato bo'ladi. Sababi ular teng bo'lishi ham mumkin. Faqatgina A javob to'g'ri bo'ladi. Barcha holatlarda, ya'ni A va B larni o'rniga xohlagan qiymatni qo'yib ko'rsangiz, A javob to'g'ri bo'ladi. Sababi boya aytdim, B javob uning teskarisi bo'lyapti. Ya'ni mana bu kichik son bo'lib qolyapti. Buni A javobini tekshirganimizda ko'rdik. C javob xato, sababi A javobini tekshirganimizda ko'rdik. D javob xato, sabab ular nima dedim? Teng chiqishi ham mumkin. Teng bo'lishi ham mumkin ular. Shu sababli faqatgina A javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Demak, javobimiz A. Endi 15-savolga e'tiborimizni qaratamiz. Agar A degan sonimiz 0 ga teng bo'lmasa, A plus B modul ostida va minus B ifodaning qiymati. Demak, nima bo'ladi? Ya'ni qaysi javobimiz to'g'ri, shuni topishimiz kerak. Birinchi A javobga e'tiboringizni qarating. Agar A degan sonimiz B sonidan katta bo'ladigan bo'lsa, musbat bo'ladi deyapti. Demak, A sonimiz bu sondan katta bo'ladigan qanday qiymat? Deylik, A teng 5,
b teng 7 bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Yoki qarang, men sizlarga yana ko'rsatay. A teng 5, b teng -100 bo'lsa-chi? Unday holatda nima bo'ladi? Unday holatda birinchi moduldan demak -95 ga teng bo'ladi. Birinchi modul undan necha chiqadi? 95 chiqadi. -100. Bu ayirma 95 -100 ga teng bo'lib, uning qiymati -5 ga teng chiqadi. Bizda musbat bo'ladi deyapti. Bizda musbat chiqmadi. Demak, A javobimiz xato. Demak, B javobga o'tamiz. Agarda B degan sonimiz A degan sonimizdan katta bo'ladigan bo'lsa, manfiy bo'ladi deyapti. Qarang, men A ning o'rniga qo'yaman, deylik, -5 ni, B ning o'rniga qo'yaman, -1 ni. Demak, ularning yig'imiz nechaga teng bo'ladi? -6 ga. Demak, -6 dan 6 chiqadi, B dan, ya'ni bu yerdan 1 chiqadi, ularning ayirmasi musbat bo'ladi. Bizda manfiy bo'ladi deyapti. Demak, bu ham xato. A teng B bo'lganida musbat bo'ladi deyapti. Agar A miz B ga teng bo'lsa. Xo'p, qarang. A miz B ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak teng sonlarni olaylik. Masalan, ikkalasi ham 5 ga teng bo'lsin. Shunda 5 + 5 ning modulidan 5 ning modulini ayirsak, bu 0 dan katta son chiqadi. Deylik, ikkalasi ham manfiy bo'lsin. Masalan, ikkalasi ham -5, -5 bo'lsin. Ularning moduli ayirmasi ham nima bo'ladi? Musbat chiqadi. Endi qarang, boshqacha o'ylab ko'raylik. Ikkalasi ham musbat, ikkalasi ham manfiy. Demak, bittasi musbat, bittasi manfiy bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Demak, A teng B bo'lgan shartning barchasida ular musbat bo'ladi ekan. Demak, javobimiz C javob bo'ladi. Shuning bilan ya'ni 3-mavzumizning birinchi testining yechimlarini o'z nihoyasiga yetkazdik. Barchangizga katta rahmat. Keyingi video yechimlarimizda ko'rishguncha.